Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi programmamizda balalar tamoq talisa nima qilish to'g'risida qisqacha to'xtalmoqchi, yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Agar balangiz faqatla ushshaq-tushshaq yemeklarni iste'mol qilishni yaxshi ko'rsa, masalan, o'rab qachilangan yemeklar, buning ichida mayda qo'rilgan baranga, tayyor pechin pirannik, har xil tatliqlar. Shundaqla tez tamoqlarni iste'mol qilishni yaxshi ko'rsa, lekin uyda etilgan yemeklarni, ko'ktat, go'sht, beliq qatorliq dengiz mahsulotlarini iste'mol qilmasa, balkim bu balangizda ozuqliq yetishmaslikdan bo'lgan bo'lishi mumkin. Odatda ota-onalar bolalarning atrofli ozuqlanishiga diqqat qilsa-mu, ma'lum yoshga kelganda bolalarning muvofiq sog'lom yemeklarni iste'mol qilishi hamisha noit tezkor to'xtaydigan bir mezgili bo'ladi. Shu sababdan bir taraflamalik ozuqlanish natijasida har xil vitaminlar va mineral moddalarning yetishmasligini keltirib chiqarishi mumkin. Bolalardagi ozuqliq yetishmasligini keltirib chiqardi dedik. Bugun to'xtalganimiz bo'lsa, senikning kamligi. Bu bolalarda eng ko'p uchraydigan mineral moddalarning kamligi bo'lib, immunit sistemasining normal iqtidorini saqlash uchun nihoyat zo'r ahamiyatga ega bo'lgan bir mineral modda. Bu kam bo'lganda boshqa kamlik alomatlarini so'zlamayman, faqatla bugungi programma munosabatli bo'lgan alomatlarning biri mush purash sezim bilan shu tam tetish sezimining ojizligi sabab bo'lalaydi. U chog'da yaxshi ta'mini tetib qilolmaganga bolalarning ishtahasiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan uyda etilgan tamoqlarni yeyishni yaxshi ko'rmay, mush bozorda sotilgan bek tuzliq, bek tetitqo'lari kuchli bo'lgan tayyor yemeklarni tetigandek tuyulib, shularni yaxshi ko'rib yeydi. Yuqorida so'zlagan bu yemeklarning tarkibida o'zgartirilgan yemeklik kraxmali yoki bo'lmasa MSG bo'lib, bular bo'lsa yemeklarni uzun muddat saqlash chidamchanligini oshirdi. Ham yemeklikning ta'mini aslilik ta'midan nechasi ta'mli qilib tetitadi. Bunda balangiz biz yuqorida tilga olgan yemeklarni yaxshi ko'rib iste'mol qilgan bo'lsa, undaqda ular balkim davomli bu xil moddalarni, ya'ni MSG qatorliq ta'm tetitadigan moddalarni iste'mol qiladigan bo'lishi mumkin. Bu moddalar bolalarning mush xil yemeklarga bo'lgan ishtiyini ichib, bolalarning davomli mush xil turdagi yemeklarni iste'mol qilishiga sabab bo'ladi. Bu yemeklarning badanga bo'lgan ozuqlik qiymati bo'lmagandan keyin bu bolalar bu yuqori energiya kaloriya akirdi badanga, unda bo'lgandan keyin bolalarning shu ozuqlik yetishmaydi, lekin samirib ketishiga sabab bo'la oladi. Undaqda biz qanday qilsak bundan oldini ola olamiz desak, eng yaxshisi balangizning tug'ilishida sog'lom ozuqlik qiymati yuqori bo'lgan yemeklar bilan ozuqlantirib odatlantiring. Bunda qilganda ozuqlik yetishmaslikning oldini olib bo'ladi. Undan keyin shu yemeklik setib olganda bo'libmi, tayyor yemeklik setib olganda shu tushuntirishiga qarab MSG tarkibi bo'lmagan yemeklarni setilishga bak diqqat qilish kerak. Bu MSG ning badanga bo'lgan ziyni nihoyat ko'pkan. Buni boshqa bir programma ishlash to'g'ri kelgan. Shunga bu badanga bo'libmi mingiga nihoyat cho'ng ta'siri bor ekan. Bak diqqat qilinglar. Andiki mush tayyor yemeklar, tez tamoqxonalarda buni tamoq qaytib etadi ekan. Qaytishdagi maqsad shu xaridorni davomli qaytirib kelish. Shuningga bunda yemeklarni yeyishdan saqlanish bolalarga tushuntirish kerak. Andiki shu qarindoshlarimizning, ba'zan qarindoshlarimizning shu Xitoyning tam tetitqo Beijing degan shuni bek ishiltiganini ko'rgan, shuning asos tarkibi shu MSG. Shunga amal va uni ishlatmasliklarini tashabbus qilaman. Yana biriga shu bolalarning to'g'ri yemek odatini yetirishga o'zini
retsept tuzgizib, qanday tamoq yesam foydali, shuni o'z qo'li bilan qilg'izib odatlantirsak, bundan yaxshi unum bo'ldi. Balalarning odatlanib qolgan oziqlik odatini o'zgartmak uncha oson emas. Uning uchun shu zinik vitaminni to'liqlash bilan birga yemak odatini o'zgartishni tang ilib qolsak, uning unumi yaxshi bo'ldi. U zinik vitamin to'liqlangandan keyin tamga bo'lgan sezgirligim eshib, puraq bo'lgan sezgirligim oshgandan keyin odatdagi uyda etilgan tamoqlarni nihoyatda ta'mli tetdi. U vaqtda osonroq bo'ldi sog'lom yemaklarga o'zgartishimizga. Navoda bolalar bir taraflamalik oziqlanish odatlanib qolgan bo'lsa, albatta ularda har xil mineral moddalar va vitamin kamchiligi tufayli keladigan boshqa alomatlar bo'lishi mumkin. Bugun biz faqat shu ishdagi munosabatlik zinik mineral modda to'g'risida to'xtaldik. Inshaalloh kelar qatimki programmalarimizda boshqa turdagi mineral moddalar va vitamin kamchiligi tufayli kelib chiqadigan klinik alomatlar va uningga qanday qilsak davolash ilib bora olamiz degan temalarda davomli to'xtalamiz. Inshaalloh kelar qatimliq programmalarimizda ko'rishguncha Allohga omonat.